Keyingi savol. Parhez mashq qilaman, orada dumba yog'iga osh yesam bo'ladi. Qisqa qilib aytganda bo'ladi. Me'yor va kaloriya balansi albatta saqlanishi kerak. Aslida muammo nimadan ham ko'ra qancha va qanchalik tez ekani muhimroq. Kundalik kaloriya miqdoringizni oshirib yubormang va porsiyani nazorat qiling. Vazn yo'qotish umumiy kaloriya defitsitiga bog'liq. Haftada bir marta dumbali osh yeyish bu sizni haftalik kaloriya defitsitingizni buzmasa, unda sizda natija davom etaveradi. Nazarda tuting, yog'li ovqatlar kaloriya jihatdan zich bo'ladi. Ya'ni porsiyasi kichkina bo'lishiga qaramasdan o'zida katta kaloriya saqlaydi. Shu tufayli siz bir haftalik kaloriya defitsitingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Shu tufayli porsiyaga va kundalik va haftalik kaloriya defitsitingizni ushlashga e'tibor bering. Biz ozishga reja qilayotganimizda hamma narsadan voz kechish o'rniga rejalarni moslashtirish va muvofiqlashtirishga e'tibor berishimiz kerak. Bu degani kundalik va haftalik kaloriya defitsitiga e'tibor bering. Bu orqali siz uzoq muddatli natijani ushlab turishni ta'minlaysiz. Demak, amaliy maslahatlar aytib o'tamiz. Oldindan reja qiling. Haftada bir marta o'zingiz yoqtirgan yog'li ovqatni iste'mol qilishingiz mumkin. Albatta haddan oshirmagan holatda. Kunlik qolgan ovqatlaringizni yengilroq va qisqaroq qiling. Ya'niki o'sha kunlik kaloriya budjetidan o'tib ketmang. Kundalik harakatlaringizni ko'paytiring. Masalan, aytaylik, zinapoyadan chiqishingiz mumkin liftning o'rniga yoki kundalik oddiy do'konga chiqib kelish kerak bo'ladigan bo'lsa, yurib chiqib kelishni tanlang yoki ko'chaga chiqib kechki sayrni sal miqdorini ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Imkon bo'lsa kuniga 10-12 ming qadam yurishga reja qiling. Keyingi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa porsiya nazorati. Bunda siz oshni yarim porsiya iste'mol qiling, yog'ini kamroq soling. Shunda siz kundalik kaloriya budjetidan o'tib ketmaysiz. Oqsil va o'simlik to'qimalarini birinchi iste'mol qilish. Avval suv, salat va mevalarni, undan keyin esa asosiy ovqatga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Bunda ham siz ovqatning porsiyasini kichikroq qilishga erishasiz. Bundan tashqari, yuqoridagi qoidalarga e'tibor qilib, o'ziga yoqqan ovqat iste'mol qilganingizdan keyin ko'chaga sayrga va yoki ko'proq o'sha kundalik energiya sarflaydigan harakatlarni amalga oshirishga harakat qiling. E'tibor berish kerak bo'lgan holatlar: ko'p yeb qo'yish ovqatdan keyin aybdorlik hissini uyg'otadi. Keyin uni boshqa oldini olish kerak bo'lgan ortiqcha xatti-harakatlar, har xil ruhiy buzilishlarga olib kelish mumkin bo'ladi. Shuning uchun yuqorida aytganimizdek, avvaldan reja qilish bu holat uchun juda katta yordam beradi. Qisqacha eslatib o'tamiz. Dumbali yog' iste'mol qilish mumkin, lekin porsiyasi kichik, haftada bir marta va haftalik kaloriya budjetidan tashqariga chiqmagan holatda. Asosiy ovqatdan oldin suyuqliklar, salatlar, mevalar va keyin asosiy ovqat. Keyingi savol: chiya urug'ini maydalamasdan ichsa bo'ladimi? Qisqa qilib aytganda bo'ladi. Suvga solinganda shishib gel hosil qiladi. Shu tufayli maydalamasdan ham ichish foydali. U tolalarga boy, omega 3 saqlaydi, kalsiy, magniy saqlaydi. Muhimi suv bilan ichish kerak bo'ladi, sabab agar u juda ham quruq bo'lsa tiqilib qolish xavfi bor. Chiyada tola bor, eruvchan va erimaydigan tolalar bor. To'qlik hissini yaxshilab, ichaklarda o'tkazuvchiligini yaxshilaydi. Ya'ni ich qochishiga ham foydali. Omega 3 manbai albatta bu o'simlikdan olinadigan omega 3 hisoblanadi, lekin juda inson uchun foydali narsalardan biri hisoblanadi. Maydalash tanaga so'rilishini, ya'ni biodostupnostini oshiradi, lekin suvda ivitib, gel hosil bo'lgandan keyin ichish ham foydali hisoblanadi. Chiyani iste'mol qilishdan oldin kamida 10-15 daqiqa suvda ivitib qo'yasiz va gel hosil bo'lgandan keyin yetarli suyuqlik bilan ichasiz albatta. Maydalab ichganingizda ham suvga solib yoki yog'siz qatiqqa solib ichishingiz mumkin bo'ladi. Maydalab ichganda uni so'rilishi yana ham yaxshilanadi, lekin albatta maydalamasdan ichish mumkin. Quruq o'zini ichmang albatta yoki kam suyuqlik bilan ichmang, sababi u nafas yo'llariga ketib qolishi yoki tiqilish xavfi bor. Hop, kundalik miqdori qancha? Kundalik taxminan 1-2 osh qoshiqda ichiladi. Taxminan 10 gramdan 25 gramgacha kundalik miqdori. Shu yetarli bo'ladi. Agar bu miqdor oshqozon ichakda noqulaylik tug'dirsa yoki gaz hosil bo'lsa yoki muammo bo'ladigan bo'lsa, sal kamaytirishingiz mumkin. Agarda sizda ayni chiyaga allergiya bo'ladigan bo'lsa yoki qandaydir muammo kuzatiladigan bo'lsa, unda chiyani ichishni to'xtatib doktoringizga murojaat qiling. Keyingi savol: yoshim 15 ta, bo'yim 160 cm, vaznim 80 kg, qanday ossam bo'ladi? 15 yosh bo'yicha sizda hali gormonal davr davom etyapti va o'sish davom etyapti. Maqsad sog'lom odatlar va tanani salomatlik holatini yaxshilash. Keskin diyetalar shart emas. Nazarda tuting, o'smirlikda keskin kaloriyani cheklash, ozish, suyak massasi, hayz sikli, albatta qizlarda, psixik salomatlikka zarar yetkazishi mumkin. Harakat, sport
va kuch mashqlarini to'g'ri texnika bilan bajarish. Tana to'qimalari tarkibini muvozanatni ushlash. Masalan, yog' massasiga nisbatan mushak massasini ko'paytirish. Bunga kuch mashqlarini bajarish yordam beradi. Shirin ichimliklar, fast food va kechki ovqatlanishlarni kamaytiring. Bu ham sizga sezilarli darajada yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Birinchi navbatda tibbiy baholash, qondagi glyukoza miqdorini, xolesterin miqdorini, qalqonsimon bez faoliyatini, uyqu sifatini baholash kerak bo'ladi. Agar yuqoridagilar buzilgan bo'lsa, bunga albatta tibbiy e'tibor talab qilinadi. Ovqat tarkibi qanday bo'lishi kerak? Har taomda qandaydir oqsil manbai bo'lishi kerak. Tuxum, tvorog, tovuq, baliq yoki dukkaklilar. Undan tashqari, tolali sabzavotlar, ularga qo'shimcha ravishda murakkab uglevodlardan iste'mol qiling. Masalan, grechka, guruch va ovsyankalar. Shirin ichimliklar o'rniga suv iste'mol qiling. Harakat qilish ham muhim ahamiyatga ega. Kuniga 10-12 ming qadam yuring. Haftasiga 2-3 marta kuch mashqlarini bajaring. Albatta, agar imkon bo'lsa murabbiy nazoratida. Yana bir e'tibor berishingiz kerak bo'lgan holat bu 8-9 soat uyqu. O'sish gormonlari va ishtaha gormonlari uyqu davomida muvozanatga keladi. Agar uyqu yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, unda tanada stress gormoni kortizol ko'payadi va bu qand almashinuvini yana yomonlashtiradi. Agar siz 15 yosh bo'ladigan bo'lsangiz, vazningizdagi muammoni siz ota-onangiz bilan yoki oila a'zolaringiz bilan birgalikda maslahatlashishingiz va kerak bo'lsa doktorning nazoratida davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizda quyidagi belgilar kuzatiladigan bo'lsa, bunga albatta tez e'tibor talab qiladi. Bu tez vazn kamayishi, bosh aylanishi, haddan tashqari qattiq mashq qilsangiz. Qisqacha eslatib o'tamiz. 15 yoshda keskin diyetalar mumkin emas. Sog'lom odatlar, har taomda oqsilni bo'lishi, shirin ichimliklarning o'rniga suv, kuniga 10-12 ming qadam yurish, 2-3 marta kuch mashqlari va uyquni taxminan o'sha 8-9 soat atrofida bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Agarda yuqoridagi narsalar natijaga bermasa yoki shikoyatlar davom etadigan bo'lsa, albatta shifokor ko'rigida bo'ling. Osh semirtiradimi? Bu haqida ekrandagi video orqali bilib oling. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.